Xo'p, assalomu alaykum. Bugun ozgina sessiyali savollarga to'xtalmoqchiman. Bizda ikkita mana routing table bor. Bu tasavvur qiling, routerda mana shu routing tablelar turibdi. Endi router qaysi birini tanlaydi? Trafikni uzatish uchun boshqa tarmoqdan bir tarmoqdan ikkinchi tarmoqqa uzatish uchun qaysi routni tanlaydi? Qaysi rout afzal ko'riladi degan savol. Bizda yaxshi qoida bor. Birinchi navbatda maskasiga qaraladi, ya'ni tarmoq qanchalik kichik yoki kattaligiga qaraladi. Agar tarmoq maskasi qancha katta bo'lsa, shuncha afzal ko'riladi. Bunda esa hozir